qiyin ishga katta benzin pila ko'tarib yurishdan charchagan bo'lsangiz, buni zavod bo'lmay qolishidan charchagan bo'lsangiz, rasxodidan charchagan bo'lsangiz, men sizga zo'r ekonomli variantni topib qo'ydim. Ko'rayotganingiz Richter brendidan elektropila, buni qulayligi afzalligi keladigan bo'lsa, 220 volt ishlaydi, rasxodi 4000 watt, 5200 оборотda ishlaydi. Mana bu ko'rayotganingiz stvoli keladigan bo'lsa, 50 sm bo'ladi. Moyini vaqtida qarab alishtirib turadigan bo'lsanglar, xullas umuman muammo keltirib chiqarmaydi, buzilmaydigan ekonomli variant hisoblanadi. Liboy joyga borib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bitta dona minusi bor, tok bor joyda ishlaydi xolos. Endi ana savolga keladigan bo'lsak, benzinligi yaxshimi, tokligi yaxshimi deydigan bo'lsangiz, agar mabodo kattaroq ob'yomga ishlatadigan bo'lsangiz, kuchliroq variant kerak deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa benzinli variantni tavsiya qilamiz. Cho'ntak bor, bez расходный variant kerak deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa elektropilalarni tavsiya qilamiz. Xullas sizlarga shunaqa pilalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elestroyga kelsanglar bo'ladi. Xullas O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.